O'ylaring so'zlaringga, so'zlaring fe'lingga, fe'ling taqdiringga nuqs etadi. Go'zal o'yla, go'zal yasha. Ishq azobi tortmagan yurak yo telbaning yoki murdaning yuragidir. 1000 yil o'qisam-u mendan nimani bilding deb so'rasalar, haddimni bildim deyman. Tilingdan oldin qalbingni tarbiya qil, chunki so'z qalbdan kelib tildan chiqadi. Mehmon keladigan kabi uyingizni, ajal keladigan kabi qalbingizni toza tuting. Har narsaga siqilma ey ko'ngil, na bu dardlar qoluvchi, na bu umr. Siz yoqtirmagan bir qancha narsalar borki, balki siz uchun ular xayrlidir yoki aksincha. Yoqtirganlaringizda balki yaxshilik yo'qdir. Xayrlashuv faqat ko'zi bilan sevuvchilar uchundir. Chunki qalb va ruh bilan sevuvchilar uchun ayriliq degan narsa yo'q. Xonalardan xonalarga yurib, allaqachon bo'yningda turgan olmos marjonni qidiryapsan. Inson tabassumi bilan tarbiyasini, nimaga kulgan bilan saviyasini namoyon qilur. Eslab qol, pulga sotib olish mumkin bo'lgan hamma narsa arzon narsadir. Biz o'ylagan narsa bo'lamiz. Inson g'isht kabidir, kuygan sari qattiqlashadi. Dushmanni kechir, lekin uning ismini unutma. Mukammallikka erishishning iloji yo'q, lekin baribir unga intilish kerak. Barchamiz iqtidormiz, lekin agar baliqni daraxtga chiqa olish qobiliyati bilan baholaydigan bo'lsak, u bir umr o'zini ahmoq deb o'ylab o'tadi. Farzandlaringizga tarbiya bermang. Ular baribir sizga o'xshab ulg'ayadi. Shu sabab avvalo o'zingizni tarbiya qiling. Qaror qabul qilishda sokin bo'l. Uni amalga keltirishda esa shiddatli bo'l. Vaqt o'tgan sayin $30 soat ham, $300 soat ham bir vaqtni ko'rsatishini anglay boshladim. Bugun bitta kitob o'qigan bola ertaga televizor ko'rib o'tirgan 10 ta bolani boshqarishi mumkin. Agar pul qalbingizda emas, qo'lingizda bo'lsa, qanchalik ko'p bo'lmasin, sizga zarar yetkazmaydi. Lekin pul dardi qalbingizni egallagan bo'lsa, bu aniq sizga zarar yetkazadi. Hayotingdagi eng muhim 2 kun sen dunyoga kelgan kun va sen dunyoga nima sababdan kelganingni anglagan kun. Me'yordan chetlashsangiz, taraqqiyot imkonsiz. G'oyalar xuddi quyonlar kabi. Ularni qanday parvarish qilishni o'rganish uchun bir juftiga ega bo'lasiz va juda tez orada sizda ularning 12 tasi paydo bo'ladi. Tanqiddan qutulib qolishni istasang, hech nima qilma. Hech nima gapirma. Hech kim bo'lma. 7 marta yiqilib tush, 8 marta o'rningdan tur. Qo'lingdan kelishiga ishon va sen yo'lning yarmini bosib o'tgan bo'lasan.